Telegramda tez spamga tushib qolmasligi uchun nima qilish kerak? Buni ChatGPTga savol berib ko'rdim. Hozir sizlar bilan birga o'qiymiz javobini. Javob ham shunday bo'ldi. Bu javobni Telegram kanalimga ham tashlab qo'yaman. Telegramda spamga tushmaslik uchun begona odamlarga ko'p xabar yubormaslik, tasodifiy guruhlarga qo'shilmaslik va spam bot orqali akkaunt tozalash kerak. Spamdan saqlanish bo'yicha asosiy qoidalar: begona kontaktlarga xabar yubormang. Telegram sizni spammer deb o'ylashi mumkin agar ko'p notanish odamlarga yozsangiz. Guruh va kanallarga majburan qo'shmang. Ko'p odamlar taklif qilish yoki reklama tarqatish spam sifatida baholanadi. Bir xil xabarni ko'p marta yubormang. Takroriy forward yoki reklama xabarni spamga olib keladi. Spambot orqali murojaat qiling. Agar akkauntingiz spamga tushib qolsa, spambotga kirib start buyrug'ini yuboring va I'm not spammer deb yozib, raqamingizni ko'rsating. 24 soat ichida cheklab olib tashlanishi mumkin. Premium obuna yordam beradi. Ba'zi hollarda premium obuna ochilganda spam cheklavi tezroq yechiladi. E'tiborli bo'ling, birinchi murojaatda cheklov darhol ochilmasligi mumkin. Qayta murojaat qilish talab etiladi. Spamdan chiqqandan keyin yana cheklovga tushmaslik uchun faqat tanish odamlarga yozing va keraksiz reklama tarqatmang. Shunaqa javob berdi.